Salom bolalar, sizlar bilan men Stefan. Bugun biz bolalar короче, demak. Bugun men o'zim bilgan eng yaxshi ko'rgan setlarimni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bolalar, birinchi setimiz, buni o'chirib olay. Og'zini sal pasaytirish kerak. Bolalar, birinchi setimiz 3 ta 1 bo'lsin. Hatto 111, davay. 111. Va kiramiz. Va buni to'g'rilashim kerak. Nastroykani to'g'rilamagandim. Va bolalar, bu yerda o'sha legendarnaya narsalarni ko'rishingiz mumkin. Opa. Mana bolalar, olmos chiqadi chetdan. Ana olmos, oltin, temir. Eng kerakli narsalar chetdan topishingiz mumkin. Yo'q, ko'rmadim. Tashqarida bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ham narsalar bor bolalar. Izmirotlar bor. Keyingi video maksimal normalniroq chiqaraman bolalar. Va boshqa narsa yo'q. Prosta mana shu yerda to'g'ilasizlar. Orqalarga qarasanglar, ikkita piramida turgan bo'ladi. Ikki kara bu, bitta, ikkitasi bir xil bo'lib ketgan. Qani bo'lmasa keyingi setga ham o'tamiz. Bu meni yaxshi ko'rgan setlarimga kiradi. Va keyingi setim 455. Bu setda bilsanglar kerak bolalar. Mana bu o'sha eng shunchalik uzun qishloq va oxirida bir dona qishloq bor. Kompot uyi bor. Undan ham kerakli narsa topolmaysizlar. Qilich, ikkita olma, bitta non topasizlar. Va narigi tomonda ham bitta qishloqcha bor. U yerda bir tiyinga qimmat narsa hammasi. Prosta bu yerdan sabzilar, bug'doy olib ketishingiz mumkin. Hattoki svet bir dona. Va kompot uyi ham yo'q. Endi ikkinchisiga o'tamiz bolalar. Ikkinchi qishloq. Qishloq emas, ikkinchi set. Nima qo'ysam bo'ladi? Davay bolalar, 13, 12, 12 qo'yamiz. Va kiramiz. Va bolalar, bunaqa joyda paydo bo'lamiz. To'g'riga yurganinglarda mana shunaqa joy chiqadi. Bu yer menga yoqadi, chunki ikkita kompot uyi bor va ikkita qishloq bor. Oppa. Mana u yerda короче, mana shunaqa narsalar topasizlar. Chotda nitoda. Mabet nimaga teshik? короче, men teshib olgan bo'lsam kerak. Mabetdan shunaqa ikkita oltin, nimadirlar, non, etik, nimadir, etik deb yoribman, chirigan etik, nimadirlar topib olamiz. Va bu yerdan shapka, kirka, 3 ta temir, 3 ta olma topasizlar. Va narigi qishloq esa mana bu tomonda. Mana shu короче, mana shu tomoni to'g'risida yana bitta qishloq bor. Bu yer ham uncha yoqmaydi menga, chunki bu yerda faqat oziq-ovqati bilan mashhur. Va boyagi qishloqqa o'xshab bu yerda ham bir dona sveti bor. O'shanga normalniy davay bolalar. Yaxshi, chunki ikkita kompot uyi, ikkita qishloq. Bu ham normalniy qishloq, o'shanga menga yoqadi bu. Va bolalar, bu nechinchi qishloqimiz edi? короче, boshqa qishloqlar ham ko'ramiz endi. Boshqa setlar ham ko'ramiz. Qanaqa setlar bor? Qanaqa setlar bor-da, masalan. 999 bor, 999. Va mana qishloq yana. Va mana bu yerda lava oqib turadi, bilmayman nimaga. Shunaqa qilib ikish kerak ekan. Mana bu yerda ham lava bo'lish kerak edi, lava yo'q. Va mana bu yerdan esa uncha kerakli bo'lmagan narsalar topasizlar. Prosta mana shu narsalar. Va bolalar, yana bitta setni bilardim. Mana esimga tushdi. 3 ta xil set. Shu 3 ta xil yozasizlar. Qattiq emas, kichkina xil. Yana adashib yozib yubormanglar. Va kirasizlar. Va ikkita qishloq birlashganini topasizlar. Mana
ikkita qishloq birlashtiribdi va bu yerda ham ikkita qishloq, ikkita kompotli uyi bor. Bu yerda sraz nezraga ketishlar mumkin. Chunki mana bunaqa zo'r narsalar bor. Va narigi qishloqda ham, narigi kompotli uyda ham asbida. Короче, shunaqa kompotli uyi bor. Bolalar keyin bu yoqqa kirib borasizlar. Va mana bu narsaning nomi nima edi? Obsidian da gapira olmayotgandim. Mana shu sразу nezraga ketishlar mumkin, chunki temir ham bor. Mana bu yerda ham temir bor, bu yerda ham temir bor. Keyin mana bu narsani oldiga kelasizlar, sindirasizlar, keyin 2 yillik omadinglarni ishlatib qo'yasizlar. Va videoni men tugataman. Va bu men qo'ymagan setlarim bo'lsa, bolalar kommentga yozib ketinglar. Obuna bo'lmaganlarni basharasiga mana shu obsidianni otib boraman. Hammaga xayr.